Burundan oqadigan suyuqlik qanday paydo bo'ladi? Ha, burundan keladigan suyuqlik. Avvalo tabiatni o'ziga murojaat etaylik. Burun o'zi suyuqlik ishlab chiqaradi, lekin u suyuqlik so'rilib ketadi. Shuning uchun biz bilmaymiz. Ko'zimiz ham yosh chiqaradi, lekin bilmaymiz. Nimaga so'rilib ketadi? Endi kasalliklar bo'lgandan keyin ortiqcha miqdorda chiqadi, u chiqadi. Kasalliklarga sababli bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini sekin, o'zini darajasi bor, etapi bor. Birinchi suyuq keladi, tiniq suv keladi, keyin shilliq keladi. Yana ham kasallik zo'rayadigan bo'lsa, shilliq yiringlikka aylanadi. Yiringlikdan keyingisi yomon holatga o'tib qoladi. Hali hamma yo'lda yiring bosib ketadi. Shuning uchun bu tanaga tushgan mikrobni turiga qarab turib ko'k, sariq, qizil har xil rangda keladi. Bu kasalliklarning belgisi bu. Avvalo bu suyuqlik hisoblanmaydi. Burundan kelayotgan tanamiz uchun yod bo'lgan bu mikroblarning to'planmasi hisoblanadi. Tilimizda aytadigan bo'lsa manqa deymiz, xunuk chiqadi, lekin o'sha tarkibida yiringlar, mikroblar bor. Bularni davolashga muhtoj bo'ladi. Ko'k keladi, sariq keladi, qizg'in tur qon aralash keladi. Shuni turiga qarab turib diagnozni ham qo'yishimiz mumkin.